Mahmud Muradov bir kunda 3 raqibni yengganidan keyin ilk bor post qoldirdi va uylandi. Gold va Camel karate konferensiyada janjal qilishiga o'z qoldi. Ramazon Temirov Toshkentda UFC sobiq jangchisiga qarshi oktagonga chiqadi. Like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Birinchi, Mahmud Muradov uylandi. O'zbekistonlik UFC sobiq jangchisi Mahmud Muradov Fame 29 turniri doirasida liganing Grand Prixsida ishtirok etib g'alaba qozongandi. Turnir mobaynida u Marcin Sionis, Tomash Sarare va Izu Uganua nokautni mag'lubiyatga uchratib Grand Prix g'olibiga aylangandi. Ushbu g'oliblik orqali Mahmud Muradov Mercedes S-Class avtomobiliga ham ega chiqqan va uni murabbiyiga sovg'a qilgandi. Fame 29 bizniki. Bu hech qachon unutmaydigan ajoyib kecha bo'ldi. Barcha sportchilarga janglar uchun rahmat. Polsha tomoshabinlari oldida chiqish imkoniyati uchun Fame tashkilotchilariga katta rahmat. Sizlar eng zo'risiz. Tez orada qaytamiz, deya quyidagi suratlarni izohlagan Muradov. 2 Camel karate va Gold jang oldi konferensiyada gaplari qochdi va janjal qilishiga o'z qoldi. Mana bitta bir savol o'zing kallangmi? Seni izlab yurasan men ko'chalarda. Mujiga assalomu alaykum. Ana baqirilgandan keyin jiyan deyilgan. Jigar emas, jiyan deganman. U nimaga jiyan deysan deb savol berdi konferensiyaga. Men aytdim, bizga yoshlarni jiyan deydi desam, keyin u menga aytdi. Jiyan yutib qo'yadi dedi. Sen keyin maqtanib yuriysan, keyin xafa bo'lib qolmaysanmi? Jiyan yutib qo'ydi meni deb dedi. Men aytdim, jiyan dedim, tog'angga suyan dedim. Yutsang men xursand bo'laman dedim. Keyin shunga jiyan deganman. Hamma jigar deb tushunibdi bu narsani. Yo'q, jiyan deganman qo'rqitilgandan keyin. Birinchi ochat yurakni baqvat qilish kerak-da inson. Yurakni baqvat, psixologik baqvat bo'lsa, inshaalloh bu yoqqa ketaveradi bu yoq. Mujiki duoda bo'linglar, gilamningiz. Alloh aytgani bo'ladi. Bizlarning aytganimiz hech narsa emas. 3-27 fevral kuni poytaxtimiz Mangu MMA ligasining ilk turnirini o'zida qabul qiladi. Humo Arena majmuasida tashkil etiladigan turnir uchun navbatdagi bahs e'lon qilindi. Ahamiyatlisi, hozirda UFCda faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz Ramazon Temirov Mangu MMA 1 turnirida qatnashadigan bo'ldi. U mazkur musobaqada Qozog'istonlik UFC sobiq jangchisi Azat Mahsum bilan to'qnash keladi. Jang Braziliya jiu-jitsusi qoidalari asosida o'tkaziladi. Ramazon doping sababli hozirda UFC diskvalifikatsiyasida hisoblanadi. U MMA dagi faoliyati davomida 21 ta jang o'tkazib, 19 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. Mahsum hisobida esa 15 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat